Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ushbular hikmatli kitobning oyatlaridir. Odamlarga o'zlaridan bo'lgan bir kishiga odamlarni ogohlantir va iymon keltirganlarga Robbilari huzurida ular uchun sobit qadamlik borligining xushxabarini ber deb vahiy yuborishimiz ajablanarli bo'ldimi? Kofirlar albatta bu ochiq oydin sehrgardir dedilar. Albatta Robbingiz osmonlaru yerni 6 kunda yaratgan, so'ng arshga istivo qilgan Allohdir. U ishning tadbirini qiladir. Hech bir shafoatchi bo'lmas, magar uning iznidan so'ng bo'lur. Ana o'sha Alloh Robbingizdir. Bas unga ibodat qilinglar. O'ylab ko'rmaysizlarmi? Barchangizning qaytish joyingiz faqat ungadir. Allohning va'dasi haqdir. Albatta, u maxluqotni avval boshda o'zi yaratadir. So'ngra iymon keltirgan va solih amallarni qilganlarni adolatda mukofotlash uchun ularni qayta yaratur. Kofir bo'lganlar esa kufr keltirganlari uchun ularga qaynoq suvdan ichimlik va alamli azob bordir. U quyoshni ziyo va oyni nur qilgan hamda sizlar yillarning adadini va hisobini bilishingiz uchun uning manzillarini o'lchovli qilgan zotdir. Alloh o'shani faqat haq ila yaratdi. U biladigan qavmlar uchun oyatlarini batafsil bayon qiladir. Albatta kecha va kunduzning almashib turishida va Alloh osmonlar va yerda yaratgan narsalarda taqvo qiladigan qavmlar uchun oyat belgilar bordir. Albatta bizga ro'baro bo'lishni umid qilmaydigan va dunyo hayoti bilan rozi bo'lib, u bilan xotirjam bo'lib qolganlar hamda oyatimizdan g'ofil bo'lganlar. Ana o'shalarning joylari qilgan kasblari tufayli olovdir. Albatta iymon keltirganlar va yaxshi amal qilganlarni Robbilari iymonlari sababli hidoyatga boshlaydir. Naim jannatlari dalar, ostilaridan anhorlar oqib turadir. U yerdagi duolari Allohim seni paklab yod etamizdir. U yerdagi so'rashishlari salomdir. Oxirgi duolari esa hamd olamlarning Robbi Allohga demoqdir. Agar Alloh odamlarga yaxshilikni tez keltirgani kabi yomonlikni ham tezlashsa edi, muddatlari bitgan bo'lur edi. Bas bizga ro'baro bo'lishdan umid qilmaydiganlarni tug'yonlarida tentiragan hollarida tek qo'yib qo'yamiz. Qachonki insonga zarar yetsa, yonboshlagan, o'tirgan yoki turgan holida bizga duo qiladir. Undan zararini ketkazsak, xuddi o'ziga yetgan zarar haqida bizga duo qilmagandek ketaveradir. Haddidan oshganlarga qilayotgan amallari ana shunday chiroyli ko'rsatildi. Batahqiq sizdan oldingi asrlarni zulm qilgan chog'larida va rasullari ochiq oydin hujjatlar bilan kelganlarida iymon keltirmaydigan bo'lganlarida halok qilganmiz. Jinoyatchi qavmlarni ana shunday jazolaymiz. So'ngra qanday amal qilishingizga nazar solishimiz uchun
ularning ortidan sizlarni yer yuzida o'rinbosarlar qildik. Qachonki ularga ochiq oydin oyatlarimiz tilovat qilinganida bizga ro'baro bo'lishdan umid qilmaydiganlar, bundan boshqa Qur'on keltir yoki uni almashtir dedilar. Sen, men uni o'zimcha almashtira olmasman. Men faqat o'zimga vahiy qilingan narsagagina ergashaman. Albatta, men Robbimga osiy bo'lsam, buyuk kun azobidan qo'rqaman deb ayt. Sen, agar Alloh xohlaganida uni sizlarga tilovat qilmas edim va u uni sizlarga o'rgatmas edi. Batahqiq, men orangizda undan oldin ham umr kechirdim. Aql yuritmaysizlarmi deb ayt. Allohga nisbatan yolg'on to'qigan yoki uning oyatlarini yolg'onga chiqargan kimsadan ham zolimroq odam bormi? Albatta, jinoyatchilar zafar topmaslar. Ular Allohni qo'yib, o'zlariga zarar ham, manfaat ham yetkaza olmaydigan narsalarga ibodat qilurlar va mana shular bizning Alloh huzuridagi shafoatchilarimizdir derlar. Sen Allohga u zot osmonlarda ham, yerda ham bilmaydigan narsalarning xabarini bermoqchimisizlar deb ayt. Alloh ular shirk keltirayotgan narsalardan pok va oliy bo'ldi. Odamlar faqat bir ummat edilar. So'ngra ixtilofga tushdilar. Agar Robbingdan o'tgan so'z bo'lmaganida, ular ixtilof qilayotgan narsa haqida oralarida hukm chiqarilgan bo'lar edi. Va ular unga Robbidan bir oyat, mo'jiza nozil qilinsa edi derlar. Bas, sen g'ayb Allohnikidir. Intizor bo'lib turing. Men ham siz ila intizor bo'luvchilardanman deb ayt. Qachonki odamlarga ularga yetgan zarardan so'ng rahmatni toptirsak, banagoh ularda oyatlarimiz haqida makr bo'lur. Ayt, Alloh makrda tezkordir. Albatta, elchilarimiz qilayotgan makrlaringizni yozib borurlar. U sizlarni quruqlikda va dengizda yurgizadigan zotdir. Sizlar kemada bo'lganingizda va u kemalar yaxshi yerlar ila ularni olib ketganida hamda ular bundan xursand bo'lganlarida qattiq shamol esib, ularga har tomondan to'lqin kelib, o'zlarining qurshovda qolganlarini anglaganlarida, Allohga dinni xolis qilgan hollarida, agar bizni mana shundan qutqarsang, albatta shukr qiluvchilardan bo'lurmiz deb duo qilurlar. Bas, qachonki u zot ularga najot bersa, banagoh ular yer yuzida nohaq zulm qilurlar. Ey odamlar, bu zulmingiz faqat o'z ziyoningizgadir. Bu dunyo hayotining matohi xolos. So'ngra qaytishingiz faqat bizgadir. Bas, qilgan amallaringizning xabarini berurmiz. Albatta, dunyo hayotining misoli xuddi biz osmondan tushirgan suvga o'xshaydir. Bas, odamlar va chorvalar yeydigan yer nabotati u bilan aralashib, yer bezagini olganda va ziynatlanganda hamda uning ahli endi bunga erishdik deb o'ylaganda, kechasi yoki kunduzi unga amrimiz kelib, uni xuddi kuni kecha yashnab turmagandek quritib qo'yamiz. Tafakkur qiladigan qavmlar uchun oyatlarimizni ana shunday batafsil bayon qilurmiz. Alloh
tinchlik diyoriga da'vat qilur va o'zi xohlagan kishini to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Yaxshilik qilganlar uchun yaxshilik va ziyodalik bordir. Ularning yuzlarini qarolik ham, xorzorlik ham qoplamas. Ana o'shalar jannat sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchidirlar. Yomonliklarni kasb qilganlarga esa o'sha barobarida yomon jazo bordir. Ularni xorzorlik qoplar. Ular uchun Allohdan biror saqlovchi ham bo'lmas. Yuzlari xuddi zulmatli tundan bir parcha ila qoplangan kabi bo'lur. Ana o'shalar olov sohiblaridir. Ular unda mangu qoluvchidirlar. U kunda barchalarini to'plarmiz. So'ngra shirk keltirganlarga sizlar ham, sheriklaringiz ham joyingizdan qimirlamangiz dermiz. Bas oralarini ajratamiz va sheriklari derlar, bizga ibodat etmagan edingiz. Biz bilan sizning orangizda guvohlikka Allohning o'zi kifoya qilur. Biz albatta ibodatingizdan g'ofil edik. O'sha yerda har bir jon o'zi qilib o'tgan ishdan so'ralur, xabardor bo'lur va haqiqiy hojalari Allohga qaytarilurlar. Hamda o'zlaricha to'qib chiqargan narsalari ulardan g'oyib bo'ladir. Sen, sizlarni osmon va yerdan kim rizqlantiradi? Yoki quloq va ko'zlarga kim molik bo'ladi? Tirikni o'likdan, o'likni tirikdan kim chiqaradi? Ishning tadbirini kim qiladi? deb ayt. Ular darhol Alloh derlar. Bas sen taqvo qilmaysizlarmi? deb ayt. Bas mana shu Alloh sizning haq Robbingizdir. Haqdan so'ng zalolatdan o'zga nima bo'ladi? Bas qayoqqa burilib ketmoqdasiz? Shunday qilib, fosiqlik qilganlarga Robbingning so'zi haq bo'ldi. Ular iymon keltirmaslar. Sen sheriklaringiz orasida maxluqotni avval boshda yaratib, so'ngra uni qayta yaratadigan bormi deb ayt. Sen Alloh maxluqotni avval boshda yaratib, so'ngra uni qayta yaratur. Bas qayoqqa o'girilib ketmoqdasiz deb ayt. Sen sheriklaringiz orasida haqqa hidoyat qiladigani bormi deb ayt. Sen Alloh haqqa hidoyat qiladir. Ergashishga haqqa hidoyat qiladigan zot haqliroqmi yoki hidoyat qilmaydigan, balki o'zi hidoyatga muhtoj kimsami? Sizga nima bo'ldi? Qanday hukm qilmoqdasiz deb ayt. Ularning ko'plari gumonga ergashadilar, xolos. Albatta, gumon haq o'rnida hech narsa bo'la olmas. Albatta, Alloh nima qilayotganlarini o'ta biluvchidir. Ushbu Qur'on Allohdan boshqaning tomonidan to'qib chiqarilgan emas. Va lekin u o'zidan oldingining tasdig'i va kitobning tafsilotidir. Unda hech shubha yo'q. U olamlarning Robbidandir. Yoki o'zi to'qib olgan derlarmi? Sen agar rostgo'y bo'lsangiz, unga o'xshash bir sura keltiring va Allohdan boshqa kuchingiz yetganki kishini chaqiring deb ayt. Balki ular o'zlari ilmini bilmagan narsani ularga uning ta'vili yetmay turib yolg'onga chiqaradilar. Ulardan oldingilar ham shunday yolg'onga chiqargan edilar. Zolimlarning oqibati qanday bo'lganiga nazar sol. Ulardan unga iymon keltiradiganlar ham bor va ulardan unga iymon keltirmaydiganlar ham bor.
Robbing esa buzg'unchilarni yaxshi biluvchi zotdir. Agar ular seni yolg'onchi qilsalar, sen menga o'z ishim, sizlarga o'z ishingiz. Sizlar men qiladigan ishga aloqador emassiz, men sizlar qiladigan ishga aloqador emasman deb ayt. Va ulardan senga quloq tutadiganlari ham bor. Agar o'zlari aql yuritmasalar, sen kar quloqlarga eshittira olurmisan? Ulardan senga nazar soladiganlari ham bor. Agar o'zlari ko'rmasalar, sen ko'rlarni hidoyat qila olurmisan? Albatta, Alloh odamlarga hech qanday zulm qilmas, lekin odamlar o'zlariga zulm qilurlar. Ularni to'playdigan kunda xuddi nahordan bir soatgina turganga o'xshab, bir-birlari bilan tanishurlar. Batahqiq Allohga ro'baro bo'lishni yolg'onga chiqarganlar va hidoyat topganlardan bo'lmaganlar ziyon ko'rdilar. Yoki senga ularga va'da qilganimizning ba'zisini ko'rsatamiz, yoki seni vafot ettiramiz. Bas ularning qaytishlari bizgadir. So'ngra nima qilayotganlariga Alloh guvohdir. Har bir ummat uchun rasul bordir. Qachonki ularga rasullari kelsa, oralarida adolat ila hukm chiqarilur. Ularga zulm qilinmas. Ular agar rostgo'ylardan bo'lsangiz, bu va'da qachon derlar. Sen o'zim uchun Alloh xohlaganidan tashqari na zarar va na foydaga molik emasman. Har bir ummat uchun muddat bor. Qachonki ularga muddatlari kelsa, bas biror soat orqaga ham, oldinga ham sura olmaslar deb ayt. Sen aytingchi, agar uning azobi sizlarga kechasi yoki kunduzi keladigan bo'lsa, jinoyatchilar uning nimasiga oshiqmoqdalar deb ayt. U voqea bo'lganidan so'ng unga ishondingizmi? Endimi? Holbuki unga oshiqayotgan edingiz-ku. So'ngra zulm qilganlarga mangu azobni totinglar. Faqat kasb qilganingizga yarasha jazo olursiz, xolos deyilur. Sendan u haqmi deb so'rarlar. Ha, Robbim haqqi, albatta u haqdir va sizlar u zotni ojiz qoldiruvchi emassizlar deb ayt. Agar har bir zulm qilgan jonda yer yuzidagi barcha narsalar bo'lsa, uni albatta tovon qilib to'lar. Azobni ko'rganlarida ishlarida nadomat chekarlar. O'rtalarida adolat ila hukm chiqarilur. Ularga zulm qilinmas. Ogoh bo'ling, osmonlar va yerdagi narsalar albatta Allohnikidir. Ogoh bo'ling, Allohning va'dasi albatta haqdir, lekin ko'plari bilmaslar. U tiriltirur va o'ldirur va ungagina qaytarilursiz. Ey odamlar, batahqiq sizga Robbingizdan mau'iza, ko'kslardagi narsaga shifo, mo'minlarga hidoyat va rahmat keldi. Sen Allohning fazli va rahmati ila bas ana shu bilan xursand bo'lsinlar. U ular jamlaydigan narsalardan yaxshidir deb ayt. Sen Alloh sizga tushirgan, so'ngra siz undan ba'zisini harom va halol qilib olgan rizqdan xabar beringchi deb ayt. Sen sizga Alloh izn berdimi yoki Allohga nisbatan yolg'on to'qiyapsizmi deb ayt. Allohga nisbatan yolg'on to'qiyotganlarning qiyomat kuni haqida nima gumonlari bor?
Albatta, Alloh odamlarga farzlu marhamatlidir. Lekin ularning ko'plari shukr qilmaslar. Qaysi holda bo'lsang, Qur'ondan nimani tilovat etsang, ishlardan qay birini qilsang, albatta biz o'shanga kirishayotgan paytingizda sizlarga guvohmiz. Na yer yuzida va na osmonlarda zarra miqdoridagi, undan kichikroq yoki kattaroq narsa Robbingdan g'oyib bo'lmas, balki ochiq oydin kitobdadir. Ogoh bo'lingkim, Allohning do'stlariga xavf yo'qdir va ular mahzun ham bo'lmaslar. Ular iymon keltirganlar va taqvo qilganlardir. Ularga dunyo hayotida ham, oxiratda ham xushxabar bor. Allohning so'zlarini o'zgartirish yo'q. Ana o'sha buyuk yutuqdir. Ularning gapi seni mahzun qilmasin. Albatta, izzatning barchasi Allohnikidir. U o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Ogoh bo'lingkim, osmonlarda kim bo'lsa va yer yuzida kim bo'lsa, albatta Allohnikidir. Allohdan o'zga sheriklarga iltijo qilayotganlar nimaga erishurlar? Gumonga erishurlar va ular aljiraydilar, xolos. U sizlarga sokinlik topishingiz uchun kechani va ko'rsatuvchi etib kunduzni qilgan zotdir. Albatta bunda eshitadigan qavmlar uchun oyat, alomatlar bordir. Alloh farzand tutdi dedilar. U pokdir. U behojatdir. Osmonlardagi narsalar va yerdagi narsalar unikidir. Bu haqda hech qanday dalilingiz yo'q-ku. Allohga nisbatan bilmagan narsangizni aytaverasizmi? Sen albatta Allohga nisbatan yolg'on to'qiydiganlar zafar topmaslar deb ayt. Bu dunyoda bahralanish bor, keyin qaytishlari bizgadir. So'ngra ularga kufr keltirib o'tganlari uchun shiddatli azobni tottiramiz. Ularga Nuhning xabarini tilovat qilib ber. O'shanda u o'z qavmiga dedi: Ey qavmim, agar sizlarga mening maqomim va Allohning oyatlari ila eslatishim og'ir kelayotgan bo'lsa, bas, men Allohgagina tavakkul qildim. Siz esa sheriklaringiz bilan birgalikda o'z ishingizni boshlayveringlar. Yana ishingiz o'zingiz uchun noaniq bo'lmasin. So'ngra menga nisbatan hukmingizni ijro etaveringlar. Menga muhlat bermanglar. Bas, agar yuz o'girsangiz, sizlardan hech qanday ajr so'raganim yo'q. Mening ajrim faqatgina Allohning zimmasidadir va musulmonlardan bo'lishga amr qilinganman. Ular uni yolg'onchiga chiqarishdi. Bas, uni va u ila birga bo'lganlarni kemada qutqardik va ularni xalifalar qildik. Oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarni g'arq etdik. Ogohlantirilganlarning oqibati qanday bo'lganiga nazar sol. So'ngra undan keyin rasullarni o'z qavmlariga yubordik. Bas ularga ochiq oydin hujjatlar ila keldilar. Ammo u qavmlar oldin yolg'onga chiqargan narsalariga iymon keltiruvchi bo'lmadilar. Tajovuzkorlarning qalblariga shunday qilib tamg'a bosamiz. So'ngra ulardan keyin Musa va Harunni Fir'avn va uning a'yonlariga o'z oyat mo'jizalarimiz ila yubordik. Bas
ular mutakabbirlik qildilar va jinoyatchi qavm bo'ldilar. Huzurimizdan ularga haq kelgan paytda bu albatta ochiq oydin sehrdir dedilar. Musa, sizga haq kelganida shunday deysizlarmi? Shu sehrmi? Holbuki sehrgarlar zafar topmaslar dedi. Ular bizni ota-bobolarimizni u uzra topgan narsamizdan burish uchun va ikkovingizga yer yuzida kattalik bo'lishi uchun keldingmi? Biz ikkovingizga iymon keltiruvchilardan emasmiz dedilar. Fir'avn, menga barcha bilimdon sehrgarlarni keltiringlar dedi. Sehrgarlar kelganida Musa ularga tashlamoqchi bo'lgan narsangizni tashlangiz dedi. Ular tashlaganlarida Musa, siz keltirgan narsa sehrdir. Albatta Alloh uni botil qilur. Zero Alloh buzg'unchilarning ishini o'nglamas. Va Alloh o'z kalimasi ila garchi jinoyatchilar yoqtirmasalar ham haqni ro'yobga chiqarur dedi. Musoga o'z qavmidan faqat ba'zi zurriyotlargina Fir'avn va o'z zadag'onlarining fitna qilmoqlaridan qo'rqqan hollarida iymon keltirdilar, xolos. Albatta, Fir'avn yer yuzida manmanlik qiluvchidir. Albatta, u haddidan oshuvchilardandir. Musa, ey qavmim, agar Allohga iymon keltirgan bo'lsangiz, ungagina tavakkul qiling. Agar musulmon bo'lsangiz, dedi. Shunda ular dedilar, Allohgagina tavakkul qildik. Robbimiz bizni zolim qavmlarga fitna qilib qo'yma va o'z rahmating ila bizga kofir qavmlardan najot bergin. Musoga va uning akasiga, ikkovingiz qavmingiz uchun Misrda uylar tayyorlang. Uylaringizni qibla qilinglar va namozni to'kis ado etinglar. Mo'minlarga xushxabar ber deb vahiy qildik. Musa, Robbimiz, sen Fir'avnga va uning ayonlariga dunyo hayotida zeb zinat va mol dunyo berding. Robbimiz, bu odamlarni sening yo'lingdan adashtirishlari uchun bo'ldi. Robbimiz, ularning mollarini yo'q qilgin va qalblarini qattiq qilgin, toki alamli azobni ko'rmagunlaricha iymonga kelmasinlar, dedi. U zot, batahqiq ikkovingizning duoyingiz qabul qilindi. Bas mustaqim turinglar va bilmaydiganlarning yo'liga ergashmanglar, dedi. Va Banu Isroilni dengizdan o'tkazdik. Bas Fir'avn va uning lashkarlari zulm va tajovuz ila ularni ta'qib etdilar. Nihoyat unga g'arq bo'lish yetganida Banu Isroil iymon keltirgan zotdan o'zga iloh yo'qligiga iymon keltirdim va men musulmonlardanman, dedi. Endimi? Oldin isyon qilgan va buzg'unchilardan bo'lgan eding-ku. Bugun seni badaningla qutqaramiz, toki o'zingdan keyingilarga oyat, ibrat bo'lgin. Albatta, ko'p odamlar oyatlarimizdan g'ofildirlar. Batahqiq Banu Isroilni haqiqiy omonlik maskaniga joylashtirdik va ularni pok narsalar ila rizqlantirdik. Bas to o'zlariga ilm kelmaguncha ixtilof qilmadilar. Albatta, Robbing qiyomat kuni oralarida ixtilof qilgan narsalari haqida o'zi hukm chiqarur. Agar senga nozil qilingan narsamizdan shakda bo'lsang, sendan oldin kitobni o'qiganlardan so'ra. Batahqiq senga Robbingdan haq keldi. Bas hech shubha qiluvchilardan bo'lma.
zinhor Allohning oyatlarini yolg'onga chiqaruvchilardan bo'lma. U holda ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolasan. Albatta, Robbingning karimalari zimmasiga vojib bo'lganlar iymonga kelmaslar. Agar ularga hamma oyat mo'jizalar kelsa ham, to alamli azobni ko'rmagunlaricha. Qani endi, biron qishloq iymon keltirganda, unga iymoni manfaat bersa edi, faqat Yunusning qavmi iymon keltirganlarida ulardan dunyo hayotidagi sharmandalik azobini kushoyish qildik va ularni ma'lum vaqtgacha bahralantirdik. Agar Robbing xohlasa, yer yuzidagi kishilarning barchasi iymonga kelar edilar. Yoki sen odamlarni mo'min bo'lishga majburlaysanmi? Allohning iznisiz hech bir jon mo'min bo'la olmas. U aql yuritmaydiganlarga kirlikni o'rnashtirur. Sen osmonlar va yerdagi narsalarga nazar solinglar. Iymon keltirmaydigan qavmlarga oyat, mo'jizalar va qo'rqituvlar foyda bermas deb ayt. Ular faqat o'zlaridan oldin o'tganlarning kunlariga o'xshash kunlarga intizor bo'lmoqdalarmi? Sen bas intizor bo'linglar. Albatta, men ham sizlar bilan intizor bo'luvchilardanman deb ayt. So'ngra rasullarimizga va iymon keltirganlarga najot beramiz. Mo'minlarga ana shunday qilib najot bermog'imiz zimmamizdagi burchdir. Ey odamlar, agar mening dinimdan shakda bo'lsangiz, bas bilingki, Allohdan o'zga sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman. Lekin sizni vafot ettiradigan Allohga ibodat qilurman va mo'minlardan bo'lmog'imga amr qilinganman deb ayt. Yuzingni dinga hanif holda to'g'ri tut va hargiz mushriklardan bo'lma. Allohdan o'zga senga manfaat ham, zarar ham bera olmaydigan narsalarga iltijo qilma. Bas agar qilsang, u holda sen zolimlardan bo'lasan. Agar Alloh seni zarar ila tutsa, undan o'zga o'shanga kushoyish beruvchi yo'qdir. Agar u senga yaxshilikni iroda qilsa, uning fazlini rad qiluvchi ham yo'qdir. Uni bandalaridan xohlaganiga yetkazur. U o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Sen, ey odamlar, batahqiq sizga Robbingizdan haq keldi. Bas kim hidoyatga yursa, o'zi uchun hidoyat topadir. Kim zalolatga ketsa, o'z zarariga zalolat topadir. Men sizlarning ustingizdan qo'riqchi emasman deb ayt. Va senga vahiy qilingan narsaga ergash va Alloh hukm qilguncha sabr qil. U hukm qiluvchilarning yaxshisidir.